Voy, akalar, mana buni qaranglar. Shlankani ko'ryapsizlarmi? Tomchilab sug'orish uchun shlankani zo'r variant kelgan. Buni qaranglar. Mana. Shlanka o'zida spesial shunaqa teshuv bo'ladi, mana qaranglar mana. Ko'ryapsizlarmi? Gullarga, огородlarga tashab qo'yadigan bo'lsanglar, bemalol tomchilab sug'orsanglar bo'ladi. Misol uchun mana bunaqa archalarni tagiga bemalol qo'yib qo'ysanglar, tomchilab sug'oraveradi mana. Qaranglar. Suv chiqishini qaranglar buni. Tomchilab chiqyapti mana. Suv ko'p ham isrof bo'lmaydi, bir xilda hamma joyga yetkazib beradi mana. Ko'ryapsizlarmi? Narxi 490 ming so'm mana. Zo'rligini qaranglar buni. Shlankani materiali ham boshqacha, chunki bu Angliyaning mahsuloti bo'ladi. Mana. Gap bo'lish mumkin emas. Birinchi marta o'zim ishlatib ko'ryapman. Buni qaranglar, tomchilab chiqishini qaranglar. Mana. Narxi 490 ming so'm. Kimga xuddi shunaqangi shlankalar kerak bo'ladi desa, bemalol pastki nomerlarga murojaat qilasiz. Buni ham uchiga nasatga qo'yib, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bu tomoniga nasatga qo'yasizlar, ishlayveradi. Kim kerak bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat qilasiz. Narxi 490 ming so'm.